Aynan Koreyadan shunaqangi zo'r tovarlarimiz kirib keldi. Bizga har kuni 100 tadan ko'p smartfon keladi va 100 tadan ko'p chegirma bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, kuniga 100 ta telefon tarqatayotgan, sotayotgan odam har biriga ulguradimi? Albatta, bizda 22 ta xodim har bir smartfon uchun mas'ul shaxslar hisoblanadi. Biz bu smartfonlar bilan sizning ishonchingizni albatta qozona olamiz. Assalomu alaykum. Bugungi smartfonlarimiz Galaxy 23 Ultralar trendda bo'ladi bugun, chunki A+ segmentda korobkalargacha bor holatda simlargacha o'tkazgan holatda olib keltirdik. Xudo xolasa kalit istivada bor. Eng qizig'i sizga green rangidan kerakmi? Qora rangidan kerakmi? Xohlagan rangingiz bor inshaalloh. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal holatda. Bu smartfonlarni A+lari $510, A- esa $470 tashkil etadi. A- ham deyarli yangidek bo'ladi, lekin A+ deyarli yangi smartfon bo'ladi inshaalloh. Как новый bo'ladi. 100 batareyka 128, tasavvur qilyapsizmi? $400 dan kamiga ola olmaysiz. Biz esa $320 ga qilib berishga tayyormiz. Honor X9D dunyodagi eng bardoshli kuchli smartfon, 8300 amperli batareya, ekoko'jadan ishlangan mukammal segmentda, zaryadning hamma yog'i full holatda, hattoki birovning plyonchasi ham olinmagan. 8256 yangisi 340 turadi, $280 ga qilib berishga tayyorman. 21 Ultrani maqtanib gapira olaman, chunki bunaqa bironta nuqtasi yo'g'idan bo'lsa o'zim 315 ga olishga tayyorman. Sizlarga 315 qilib beraman. 330, 340 sotiladi bu smartfonlarimiz. Galaxy S24 Dubay regionida narxi esa $455 evaziga. Haqiqiy arzon narxda S23 Plusni sizga 8256 lik $359 ga simlargacha o'tgan salafalari daji olinmagan yangidek model. $190 ga Galaxy S21 ni yangidek A- varianti. Huawei Pura 80 modeli yangi zapechatining yillik kafolati bor. Eng toza variantda, xudo xolasa, rabochiysini ham o'zi 480-490 sotganmiz. Yangisi 700 ga yaqin turadi. Bizda bugun bu $465 ga. Rabochiy narxdan arzonga yangi zapechatining, odatda Redmi Note 11 Pro ni 115-120 sotgan edik. 8 ga 128 talik ideal holatda $98 evaziga. iPhone 4 Pro Max ni 100 binlargacha bor, yangidek 128 93% narxi esa $569 evaziga. 600 dan qimmat turadi bunaqa holatdagilari. iPhone 2 ni $239 ga 64 GB A+ segmenti, 16 Pro Max 256 97, mijozlarning o'zi 950 dan arzoniga bermayapti. 930 ga qilib beraman, xudo xolasa. 256 95 $660 ga 128 talik narxida. iPhone 13 Pro hozir narxlar ko'tarilib ketgan. Xudo xolasa bizda esa narxlar tushib bormoqda. $195 ga haqiqiy arzon narxda. 500 dan qimmat sotilayotgan 14 Pro Redmi 12889 yangida $485 ga. iPhone 13 Pro ni 128 GB 90% $425 ga qora rangli varianti. 6493 $250 ga iPhone 11 Pro islomiy yashil rangda. 64-100 holati a'lo, $160 ga iPhone 1 ideal holatda. iPhone 7 Air hozirgi paytda aktual bo'lib qoldi. Yangisi ham oshib ketdi. Rabochisi narxi mingdan qimmat. Bizda 900 dan arzon, 895 ga yangidek holatda. Lekin o'zimga zar bo'lsa, $1000 ga ham topolmayman rabochisini. Bizda bor uchun arzon. Bu paytdan foydalanish kerak inshaalloh. 12 mini da dunyoda eng yengil, eng kichik 5G smartfonlari. 220 dan kam sotilmaydi. 128 93% ideal holatda $170 ga. 512 talik 99% o'z blogingizni yuritish vaqti keldi. Bu smartfon sizga $175 ga haqiqiy arzon narxga. Aynan S10 5G smartfonlari o'ta noyob aura rangda. $170 ga tugamaydigan smartfon, eksklyuziv smartfon. A07 $125 turadi. $89 ga как новый holatda. $240 ga a'lo holatda Note 20 Ultra tasavvur qiling. 21 Plus narxida aynan flagman kategoriyani premium holati. $180 evaziga haqiqiy S21 qora rangda ideal variantda. 24 Plusni hozir 24 ni 455 sotyapmiz deb aytdim. $450 ga 24 Plus qilib beraman. Note 8 Pro bu model uchun Qo'qondan, qo'shni viloyatlardan kelib olib ketishadi. Bu smartfonning muxlislari bor hali. $105 ga saqlangan variantda. 12 mini 128 98 $265 ga. iPhone 12 Pro Max 256 80 dan yuqori
$390. iPhone 12 128 99 64 99 $255. iPhone 11 Pro 64 100%, 64 90%gacha bo'lgan modelda $205dan xohlagan rangingizda kalit sifatida kirib keldi. iPhone 13 Pro eSIMlargacha o'tgan 128 97%, narxi esa $420. Narxlar ko'tarilishidan oldingi narxlarda stabil narxlarni his etishingizni so'rayman. Bugun men sizga bir emas, ko'plab nimaga 2026-yilda eng ko'p S22 sotilyapti? Chunki bu ixchamligi bilan takrorlanmaydi. Siz o'ylagandan ko'ra kuchliroq. Chunki Snapdragon 8 Gen yangi bir avlodi yotibdi va bu smartfonlarni bizda zamonaviy ranglarda, yumshoq binafsha rangda, shunaqangi A+ segmentlari kirib kelgan. Bu modellar shunaqangi yangiki, shunaqangi noyobki, ishlatib rohatlanasiz va bu smartfonlarni sizga biz bugun shunaqangi zamonaviy uslub ichidagi ranglardan o'z uslubingizga mos rangni tanlashingiz uchun imkon yaratib beramiz. Aynan 21 Plus modelimiz shunaqa yangi holatdaki, A+ segmentda $230 qilib berishga tayyormiz. Smartfonlar o'ta noyob violet rang. Bu haqiqiy 21 Plus va 21 ga xos bo'lgan ranglar hisoblanadi. Bizda ishoning, kamerasi tashqariga chiqadi. Bu harakatlanayotgan jismni ham tiniq suratga olib bera oladi. Professional darajadagi kuchga ega. Orqasi ko'ko'jadan ishlangan, yangisi $1000 qimmat turadi. Huawei Pura 70 Ultra. Ayni damda narxi $589. Bizda shunaqa kalit sifatida har kuni tovar keladi. Bu bizning asosiy filialimiz emas, bu ikkinchi filial. Birinchi filialdagi zo'r chegirmalarni pastda Telegram havola orqali ko'rishlaringiz, rasm, video, xususiyat, batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa har doim sizlarning xizmat